Bugun 6 mart 2025-yil. Mana biz 5179 ofisda yakun qildik. Topshirdik. Patolog ko'rinishi, rechniy patolog. Bu birinchi etaj. Bu kladovka, reception, bu щитовой. Щитовой тоже потолок, все. Вот это наше bizanishimiz bu. Bu пожарный роторный. Biz bu yetgacha bizanishimiz bu internetni rotorli shit qo'yganni internetchilar yopadi. Endi ikkinchi tarafi, ikkinchi xona ham вот arxivniy. Bugun uborkadan chiqdi. Bu yerda butun oyna bo'ladi, mana bu yerda. Shu buxgalterni. Balandligi patologimizani. Bu hol. Mana bu skala. Qo'ldan tayyorladik buni. O'zbekchasiga tog', qir adirliklar. Lestnitsa. Metalokonstruksiya. Lazerdan rezka qildirib, keyin yig'ildi. Endi usti doska bilan afishka bo'ladi. Bu bizning ishimiz emas. Yet kuxniya qismi. Oshxona bo'ladi bu. Mana bu yerda nimalar qo'yiladi? Oshxona narsalar. Bu yerda perilla bo'ladi. Hali endi perillashchilar kelib qo'yib ketadi. Pollari kvartsilin. Yangi fason bu kvartsilin. Lestnitsalarni ham kvartsilinga yig'dik. Endi glavniy xonalar. Mana bu bitta katta xonamiz. Patologlar hammasi rechniy patologlar. Mana bu panel hozirgi oxirgi chiqqan qiyqiriq modellardan. Mana shu. Bu to'g'ridagisi. Mana bu kladovka, kiyimxona. Kiyim almashtiradigan joylar. Tepasida охлаждение, muzlatadi, konditsioner, havo tozalaydigan, ventilyatsiya. Xullas, sistema полный. Bu vanna xona. Dushovoy.
Bu yerda ham o'zimizga kerakli qismini tugatib qo'ydik. Mana o'zimizga kerakli qismi hammasi tugagan. Salalev bilan ishlaydi bu. Потолок тоже речный потолок. Kafeller чисто керамогранит, İtalyanık. Pol тоже kvartsilin. Вот lestnisani ham kvartsilinda yig'dik. Bitta yaxlit qilib. Menimcha juda yarashgan xonaga. Bu tepadan ko'rinishi. Bitta steklo bo'lgandan keyin mana tepadan ko'rinish. Bitta men yotibman hozir. Mana bu yerda ham konditsionerni. Unisi ventilyatsionni. Xullas shunaqa gaplar. Yigirma 22 noyabrda boshlagandik. Mana bugun 40 kundan o'tib tugatdik. 40 kun debman, ilk cho'g'yu 10 kunni oshdi. Keyingi efirgacha